Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmaninkı aziz ko'rurmanlari. Bugun 2025-yil 12 oyning 16 kuni. Bugungi Uyg'ur choyxonasi suhbat programmamiz mana 1 yil voy deb qoldi, taxminan 1 yil bo'lib qoldi. Yaponiyadagi Qovuljon bilan har 2 haftada bir qatim ip berayotgan zamonaviy fan texnika ve Uyg'urlar haqidagi suhbat programmamizniki bu yilgi yani oxirgi sonlari desakmi bo'ladi. Qovuljon Abdurahim bu yilnisi men bu yilni millatimiz uchun zamonaviy fan texnika qilaman deb belni mehkam bog'lab o'zining fidokorligi bilan izchil har 2 haftada bir Uyg'ur choyxonasida bu vaqtda izchil leksiya berib kelyotidi. Undan boshqa har haftada bir 2 qatim yana o'zidagi Facebook hisobotida yani yangi texnik bilimlarni xalqimizga sunyotidi. Buning uchun nihoyatda mamnun bo'ldik, xush bo'ldik. Qovuljondak o'zining millatini ilg'or fan texnika o'qitishni millat oldidagi bir mas'uliyat, majburiyat deb bilgan ziyolilarimiz qancha ko'p bo'lgan bo'lsa, millatimizniki ong saviyasi oshgan bo'ladi. Nurg'un narsalarni tushundigan, zamonaviy fan texnika bilimlaridan foydalanadigan, bu haqdagi tushunchaları oydinlashib, o'ziniki har qaysi sohalardagi bo'lgan ilgirlashigimi bir turtki bo'lgan bo'ladi. Afsus hozirgacha hamda yani Qovuljonning keyin iz qo'llab yana bir bu vaqtda chiqadiganlar chiqmayotdi, lekin ancha-muncha shapsimi bor. Alloh xolis pat orada shunday ekranga chiqib o'zi o'qigan bilimidan millatimizdagi oqoch yapardigan yangi izbosar ziyolilarning o'tirg'i chiqishini umid qilamiz. Assalomu alaykum Qovuljon, qimmatli vaqtingizni chiqarib Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmamizga naq maydonda qatnashib berganingizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Va alaykum assalom. Sizga rahmat. Rahmat. Qovuljon, sizga ko'pdan ko'p rahmat. Mana 1 yillik o'zingizniki planini izchil davomlashtirib kelib mana bu suhbatniki mana oxirgi nuqtalarga ketyapmiz. Allah xolis yana pat yaqinda yana yangi bu 1 yillik suhbat jarayonida ib bo'lgan planlarimiz haqida bir xulosa chiqarib, anan keyin xudoyim bo'lsa yangi yillarda yana yangicha bir plan tuzishga nisb qilsin. Sizniki qimmatli vaqtingizni chiqarib, izchil millatimiz uchun o'qitish berib, ilg'or fan texnika bilan xalqimizda o'qitish berayotganingizga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Nurg'un qarindoshlar bu program qiziq ko'ryapti. Chunki bu programmani ko'rish uchun o'zim ozroq bir tabiiy bilimlari bo'lish kerak, ozroq bilim talab qiladi. Lekin yana xalqlar buni izchil ko'rib, bundan yana o'ziga foydali bilimlarni olayotgan qarindoshlar bor. Bularniki xush bo'ladi bu programmadan. Bugungi bu zamonaviy fan texnika Uyg'urlar haqidagi programmamizniki yana bir yangi soni kvantum mashina o'rganish haqida. Yani kvantum mashina o'rganish bu biz Uyg'urlar uchunmi yani bir yangicha bir uqum jumlada men bir yangicha bir uqum. Unda o'z bugungi bu suhbatni misol kiritayli. Kvantum mashina o'rganish haqidagi avval o'zingizniki bir prezentationni PPTni bir ko'rsatsangiz, uning keyindan programmaga kiritilik. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hozirgi vaqtingiz xayrli bo'lsin. Biz 2025-yil yuqori fan texnika va Uyg'urlar yili qo'limizda plan bilan boshlagandik. Bu yilga 2 hafta qolgan, 2 haftadan chiqdimiz. Endi yana birisi har seshanba 2 haftada bir qatim Uyg'ur choyxonasidan suhbat o'rlashtirgandik. Shuni ba'zan vaqtida elib borolmay qoldik. Shuni ko'rganlarimizdan kechirim so'raymiz. Qani asosan to'liq elib mandiq deb qarayman. Uning keyin bizningki yuqori fan texnik munosabatlik asosligi shu kvantum fizikasi, kvantum mexanikasi va kvantum texnikasi. Uning keyin joyda sun'iy aql
va boshqa cho'ng sonliq ma'lumot analizi. Asosliq mush 3 son elib bordim. Uning ikkinchi yoqda IT sohasida joyda odatda 5G texnik seviye 6G texniklarni arazaq so'zlagan bo'ldik. Degandek, muvaqqatim joyda vaqtda bu 1 yil 2025 yil asosan nazariya qismi. Hammasi nazariyalam. Amaliy qism degan yo'q. Ya'ni quantum physics'dimi asosliq quantum physics'ni so'zliq. Uning joyida quantum mexanics'ni so'zlagan vaqtimizda biroz hisoblashlar ilib berishimiz kerak degan gap. Chunki bir qadam yuqorilaymiz degan gap. Shuning 2026 yili quantum mexanics'i va quantum texnikalari haqida ilib berish planimiz bor. Şoňa har qaysylaryny gollap gowatlyşyňlaryny ümit qilamiz. Muş Kelbil YouTube kanalymyz bar. Bizniň aşaýda näşiwasanlar Uýgur çayhanysy YouTube kanalymy äşasan bir 10 neçedek video boldy go diýme. Söhbet şekilde bar. Aşaňdan görseňiz quantum physics'niň näme ekenligini nol säwiýedikini tatyp düşünäleýsiz diýen. Ana bugunki söhbet ýokda quantum maşina öňüş. Bu ikisi iki saha. Quantum physics yani quantum bilen ýokda maşina öňüşniki birleşdi dep bileýmiz diýen gep. Bu birleşip ýeni bir saha, ýani quantum maşina öňüş sahasyny barlyk keltirdi. Bunyň asaslyky nime dep garagan wagtymyzda enyklam berişimiz kerek diýen wagtda mesela bu nime? Diýen wagtymyzda bu quantum maşina öňüş diýen nime? Ýa-da quantum hisaplaş we quantum maşina öňüşlen. Quantum hisaplaş bir, onuň ikinji ýokda maşina öňüş bir. Maşina öňüş. İkisini birleşdirip ýokda ikisiniňki eň ýaxşy işleş taraplaryny birleşdirýän eň ýeňi tadqiqat sahyasy quantum maşina öňüş dep garasak boldy diýen. Bu saat ýokda adatda kompýuterler mümkin bolmaýdygan meselelerni ýokda hal qilish üçin quant qubitlarni işledi diýen. Emce ýokda adatki maşina öňüş algoritmlar çeklimlerini eşip ütüp bu quantum maşina öňüşi mürekkep meselelerini tez hal qilish we ýeni algoritmlarny ýaratiş üçin quant kompýuterleriň güçinden paýdalandy. Şu bugunki söhbetimizin asasy temisi şu quantum maşina öňüş. Ýani bugunki asaslyky ders temisi ýokda 70% deslepki seviýe. Ýani hiçni bilmesem asasan düşünäli dep garaýman. Onuň ikinji 20% otur seviýedekilerni, onuň 10% ýokda biraz ýokary seviýedekilerni asasy maksat kılıp sözleýimiz. Şoňa muş boýunça düşünsäň boldy. Şoň bäzen täpsili sözläp gitýän ähwallar bunda täpsili sözlem buny kiçik bala sözlegendek dep bilýärler mümkin. Menimki söhbetninki turulmasy muşa 70% destlep seviýe, 20% otur seviýe we 10% ýokda ýokary seviýe. Muş sahada sözlenýär. Endi quantum fizik, quantum maşina öňüş. Adatda biz AI diýen kysymga ýetiş bulanmaýdyk. AI diýen kysymga ýetiş bulanmaý tursak, bu astrotlar quantum dünýäsine kirip ketdi diýen. Ýani onuň içinde ýoksa quantum AI kirip ketdi diýen. Quantum AI diýen şu quantum maşina öňüşdinki desek boldy diýen. Mening AI diýen çoň bir saha bolgan bolsa, onuň içinde maşina öňüş bar, onuň içinde ýokda çoňkur öňüş bar, ýani deep learning. Onuň içinde ýokda neural network bar diýen gep. Neural diýen gep. Endi şu ýokda şunyň içindeki quantum AI dep garasaňlar hatalaşmaz diýen. Çünki bu quantum maşina öňüş çykdy. Endi ýana bir saha çykdy. Bu çykyp emas, çykyp boldy amaliyatda. Bu gaýsy ýokda quantum neural network diýen bir çykdy. Bu tehdim merekep diýen gep. Hemçe ýokda bu quantum maşina öňüş ýokda biz sunniy aqylnynki tehi kızykçylygyny tehi ötküzmeýi tursak ýokda bu quantum AI däwri kirip ketdik diýen gep. Bu bir jihatdan ýokda naýaty ýaxşy. Ýani bir jihatdan ýokda naýaty haterli diýen gep. Ýani ikisi bir-birlep keldi diýen gep bizge. Eger persent çoň tuta alsaňyz şu ýokda siz üçin paýdaly boldy diýen gep. Eger bolmasa ýokda siz üçin eň çoň zor ýokutuşlaryň birisi boldy diýen gep. Quantum maşina ýokda sunniy aql çeklimini eşip gidýän ýeňi bir aql şekli dep maňa bir hazırki işletilen täbirleriniň birisi. Endi quantum maşina öňüş diýen nime diýen wagtda baýatynda quantum maşina öňüş bolsa, muş kompýuterleriňki prinsipine asasen maşina öňüş algoritmlaryny işlep çykardan bir tehnika dep garasak boldy. Ýani bek täpsili düşünmesek. Ama ýa-da bununki asaslyky işletilen tehnikler ýokda qubit işletmez. Qubit diýen nime diýen wagtda kvant hesaplaşynyň asaslyk birlik, ýani klassik bitni farkly halda 0 we 1 üstünlik altyny bolary diýen. Adat kompýuterni azrak izlenip bakaly boldy. Kompýuter ýokda 0 bilen 1 rakam işledi diýen gep. Endi klassik kompýuterler ýokda 0 ýa-ki 1 boldy diýen gep. Bu ýerdeki ýakini uýgurça bildiganlar asasen düşün dep garaýman. Şoňa buny ýa-da täpsili düşündirişniň orny ýok dep garaýman. Qubit ýokda 0 we 1 boldy diýen gep.
Ancha yoqda mushu alaylik joyda klassik dan farqli klassik kompyuterdan farqlanadigan ahvoli. Uni ikkinchi yoqda biz yana ishildigan superposition holati bor. Bu nim degan gap yoqda alayda holat. Ya'ni bir vaqtda nurg'un holatni saqlab parallel hisoblashni yoqda mumkin qiladi. Bu hisoblash ustunligini ustunligini yaratib beradi degan. Onun ikinci yoqda entanglement. Entanglement degan bag'lanish yoki bo'lmasa chirmishish yoki bo'lmasa yoqda jiroqdan o'zaro ta'sirlashish deb qarasak bo'ladi. Gap Uyg'urcha ma'no bo'yicha olgan vaqtimizda bunda bag'lanish yoki ta'sirlashish deb olsak bo'ladi. Ba'zan Uyg'urcha izlab baqsanglar entanglement degan chirmishish, uning keyin qetishish degandek ma'nolarni chiqdi yo'lg'on lug'atida izlasanglar. Endi men bu yoqda men ma'nosiga asosan oldim bag'lanish deb. Chunki jiroqdan bu yoqda bir-birisiga bag'lana oladi. Ya'ni telefon masalan telefon orqali bu yoqda bir-birimizga ulana olamiz-ku. Men telefon qilsam olgan zamonda ulana olamiz degan gap. Ashunday bu yoqda ma'nosi ashu, amaliy ishlatilishi. Endi bu yerdagi atalgan cho'qimda shu Uyg'urcha atalgan ishlatilishi bag'lanish yoki bo'lmasa jiroqdan ta'sirlashish deb aytsak, chirmishish, qetishish deganni bu nimaga asosan bunda tarjima qildi ekan, uni uqmadim ammo menimcha o vaqtda mush bag'lanish deganni olsak texidami yaxshi bo'ldi deb qarayman endi. Hamda yoqda mush 3 asosiy prinsip yoqda kvant mashinalariniki ishlash asosidir. Mush 3 prinsipni cho'qim bilsa ham bularni yoqda biz kodlay olamiz, amaliy kodlash elib bora olamiz degan. Mush 3-chi yoqda eng ko'p ishlatamiz degan. Boshqalar ishlatganlari bormi desa, bor albatta. Masalan, quantum toning deymiz oldin qatim Nobel mukofotiga erishganlar. Agar izlanib baqsangiz bilasiz degan. Ashling Nobel mukofotiga erishishning sababi quantum toning. Ashni anımca yoqda bizni mushu mashina o'ynashda ishlatamiz degan gap. Ammo shu yoqda eng ko'p ishlatganimiz mushu 3 soni eng ko'p ishlatamiz degan gap. Endi yana ikkinchi yoqda kvantum mashina o'ynash. Buningki asosiy prinsipi kvant uchurlarini ishlatib o'rganish jarayoni. Ya'ni bu oldin qatimliq biz suhbatimizda kvantum mashina o'ynashningki ishlash prinsipi degan bir suhbat olib borgandik. Ashning yoqda tafsili so'zlandi. Shu agar tafsili uqmoqchi bo'lsangiz ashningdan ko'rib olsangiz yaxshi bo'ladi degan gap. Ancha yoqda entanglement sonliq ma'lumotlarning munosibini yaxshilash, uning ikkinchi yoqda kvantum neural network dedim. Bu texnik yangi chiqyapti. Texnik nemiz ammo texnikni bilib ketaylik emas. Ammo shu yoqda oldin ko'radilar shu yoqda hozir bunaqa mablag' solib, bunaqa shu yoqda odam yetishtirib tarbiyalaydi degan gap. Endi biz qanday qilamiz? Biz odamni tarbiyalandik yoki mush bo'yicha ketaveramdik degan gap. Uning keyin kvantum kernel metod degan narsalar bor. Bu ma'lumot orqali ma'lumotlarni o'rganish degandek. Mushu prinsiplar orqali bo'lmasa sistemlar, kvant kompyuterlarni birlashtirish sistemlari degandek nurg'un nurg'un usullar bor. Kvantum kompyuterlarniki ishlash metodlari. Ancha kvantum mashina o'ynash bizning mashina o'ynash to'g'risidagi tushunchamizni asosiyatdan o'zgartiradi deb. Masalan, mashina o'ynash degan nima edi? Endi kvantum mashina o'ynash degan nima? Degan vaqtda aniqlim bering. Xuddi sun'iy aqlning barliq kelishidan vaqtda aql deganga bir insonlarga aql degan nima deganga qayta bir aniqlim berishdi. Qayta bir ta'bir berishga zarur majburlaydi degan gap. Bu shunga o'xshash vaqtda kvantum mashina o'ynash chiqqan degan vaqtda mashina o'ynash degan nima degan bir aniqlim tushuncha vaqtda yangidan bir aniqlim berish, yangidan bir ta'bir berish ga majburlam deyapman. Mush koni ta'birni o'zgartirdim deyapman. Aniqlim demoqchi. O'zgartirdim demoqchi. O'zgartiriladi deb qaraymiz. Endi nimaga qanday ishlatamiz? Bu kvantum mashina o'ynash deyotgan bu nimaga qanday ishlatamiz degan gap. Bilmamda. Kvantum mashina o'rganish ko'p sohalarda ishlatildi. Hozir ishlatilishga boshladi. O'sha doktorlik sohasi, yangi dorilarni tekshirish, molekul taqlid qilish, ya'ni simulation demoqchi. Simulation. Molekul taqlid qilish, undan keyin kasalliklarga diagnoz qo'yish. Eng to'g'ri shaklda, eng tez diagnoz qo'ya oladi degan gap. Endi moliya sohasida maliyatga xavfni ta'liq qilish yoki bo'lmasa portfolio optimization qilish, baho belgilash degandek. Endi energiya sohasida yangi materiallarni tadqiq qilish, a'lolashtirish masalalarini hal qilish degan. Shundaqla logistika, tushumchilik deymiz hamda tor bexatarligi, tabiiy fanlar, avtonom sistemlar qator sohalarda keng qo'llanilgan. Endi bizniki balki logistik degan narsaga bizga bek ishlab ketmasligi mumkin, chunki bizning unda cho'ng masalan bu demak Amazon yoki cho'ng shirkatlar bor internet masalalar degandek. Endi tor bexatarlik vaqtda buning bizga bek zarur bo'lgan sohalarniki endi tabiiy fanlar bu zarur. Endi avtonom sistemlar degan bizga kelgusida eng muhim bo'lgan turlarning birisi degan. Biz bularni bizdek to'plamimizdan eng muhim bo'lgan
türlәрнең бире автоном системаларны барлыкка келтirish degan. Uningga qanday foydasi bor degan gap. Ular endi buni manda ishlatilgan, endi buni nimaga foydasi bor degan gap. Ba'zi masalalar joyda tezlikda erisha olamiz degan gap. Masalalarningki natijasi joyda tez suratda aniq bo'lgan javobga erisha olamiz degan gap. Albatta, kvantum mashina odatdagi mashina, klassik mashina, ya'ni yana birisi kvantum mashina chiqqandan keyin joyda mashina dunyosini ikkiga bo'lib o'tadi degan gap. Birisi klassik mashina yana birisi joyda kvantum mashina sohasiga ikkiga bo'lib o'tadi degan gap. Buningdimi o'zining aslida qanchalik kuchli ekanligini ko'rib olaymiz degan gap. Endi sonliq ma'lumotlarni yuqori aniqlik. Odatdagi mashina o'rniga qaraganda texnik oz sonliq ma'lumotlarni yuqori texnika erish. Endi bizga foydali joyda mushali foydali degan gap. Az sonliq, chunki Uyg'urlarningki sonliq ma'lumoti nihoyat oz degan gap. 90% sonliq ma'lumot hammasi cheklab yutildi degan gap. Vatandan chiqarolmaymiz degan gap. Masalan, internet dunyosida deylik, tor dunyosida Uyg'urcha manbalar 90% cheklab yutildi. Endi qolgan 10% asosan joyda biz Uyg'ur sunniy aqlni taraqqiy qildira olamiz degan masala degan gap. Endi biz hozir klassik mashina o'rnish qilamiz desek joyda uniga zo'r vaqt ketadi va iqtisod ketadi. Uning joyda odam kuchimiz yetishmaydi. Hozir yetishmaydi, endi managa yetishmaydi, ammo uniga yetishmaydi. Ham bu yerdan joyda biz sonliq oz bo'lgan joyda mashq qildirish uchun ko'p vaqt ketadi degan gap. Endi qanday qilish kerak degan gap. Az sonliq ma'lumotlar joyda ko'p o'rganish qila oladigan ham unumli o'rganish qila oladigan yangi bir texnika bo'lsa, shuni ishlatish kerakmi yo'qmi degan masalani o'tirib qo'ydi degan gap. Bu joyda bizga kvantum mashina o'rnashda mushuna bir afzalliklarni bizga yaratib beradi degan gap. Qolganlar joyda endi energiya jihatdan kvantum mashina boshqalarga qaraganda haqiqatan tok sarfiyati, energiya sarfiyati 90% gacha azayish mumkin deb qarayapti. Amaliyotda buniki azlaydi, ammo bu texnika to'liq isbotlab, chunki bilim bo'lish bir narsaning bilim bo'lish uchun joyda tekrar isbotlanishi va ashuna o'xshash chiqish kerak degan gap. Undan keyin bilim bo'ldi degan gap. Bo'lmasa joyda nazariya bo'ldi yoki bo'lmasa quruq gap bo'ldi degan gap. Joyda murakkab masalalarni joyda tez hal qila oladi degan gap. Klassik kompyuterlar klassik mashina o'rnish joyda murakkab masalalarni joyda murakkab algoritmlarni ishlatamiz degan gap. Endi bumi kvantum kompyuter joyda bumi o'xshash, ammo joyda buningki ishlash prinsipi jihatdan qaraganda joyda klassik mashina o'rnish qaraganda kvantum mashina o'rnishniki surati nihoyat tez va murakkab masalalarni joyda tez unumli hal qila oladi degan gap. Endi yuqori o'lchamlik ma'lumotlarga munosabatlarni bayqash. Masalan, bu joyda biz klassik mashina o'rnish joyda rasmdan tunutgan vaqtimizda uningki dimensional reduction deymiz. Ya'ni o'lchamini tuvaytimiz degan. Masalan, 10 o'lchamlik, 20 o'lchamlik, 100 o'lchamlik bo'lsa joyda uni joyda 2 o'lchamlikka yoki 3 o'lchamlikka tushiramiz degan gap. Ya'ni 3D, 4D, 5D degan ashula degan gap. Agar 100D bo'lib ketgan bo'lsa, 100D bo'lgan bo'lsa, ya'ni buni joyda 2 o'lchamga tushiramiz degan gap. 2D ga tushiramiz degan gapda. U orqali joyda uning aniq darsiga ta'sir etadi degan gap. Endi nima ish qilamiz deb qilmasak bo'lmaydi degan gap chiqadi. Ammo klassik mashina joyda sonliq ma'lumotning siximi cho'ng'ilib ketgan joyda uning ketadigan vaqt cho'ng'ildi, energiya sarfiyati chuqur bo'ldi degan gap. Shuning uchun joyda biz tuvaltimiz degan gap. Endi joyda kvantum mashina joyda uni tuvalletmasak joyda yuqori o'lchamlik ma'lumotlarni joyda tez suratda bayqab bir taraf qila oladi degan gap. Shunga bu jihatdan joyda yana bir afzalliklarni bizga ta'minlab berdi degan gap. Endi qanday foydasi bor degan gap. Qanday 3.5 demadi. Hisoblash surati bor, nihoyat tez edi. Ba'zi algoritmlar uchun klassik kompyuterlarga qaraganda million hassa tez degan. Masalan, buningki hisoblashni elib borgani Grover algoritmi, Shor algoritmi degan algoritmlar bor. Bular joyda bularmi Shorning joyda ko'paytirishlarni tepish degan gap. Masalan, 15 ning ko'paytirishni tap degan gap. 5 bilan 15, ana keyin joyda 3 bilan 5 degan gap. 2 xil tepildi degan gap. Yoki 5 bilan 15 degan, 1 bilan 15, 15 bilan 1, 3 bilan 5, 5 bilan 3 deganda topa degan gap. Endi joyda mushuna joyda 100 dan boshqaga bo'linmaydigan bo'lish kerak. 100 dan boshqaga bo'linmaydigan bo'luvchilarni ko'paytirishlarni tap degan vaqtda 3 bilan 5 bor. 3 bilan 5 100 dan boshqaga bo'linmaydigan. Birini o'z ichiga olmaymiz. Shuncha yoqda ashunda bu 15 bo'lgan mashina. Endi joyda nurg'un sonlar ketganda 60 necha bitlik sonlar ketgan vaqtcha. Uni hisoblash surati nihoyat hisoblash vaqti ketadi ham surati joyda uni murakkab algoritmlarni ishlatishingiz kerak degan. Endi joyda shuni hisoblash bilan bu ikkisini serishtirgan, klassik kompyuter bilan kvantum kompyuterni. Endi joyda klassik kompyuterlarniki hisoblash
Сүрөт жоq, 1 million yil ketadigan narsani joqda klassik kvantum kompyuterda necha minutda bir taraf qilayotgan ekan, 5-6 minutda. Endi az sonli ma'lumotlar joyda yuqori aniqlik. Bu joyda kvantum bitlarning joyda superpositsiya xususiyatidan foydalanib az sonli ma'lumotlardan uchur chiqarish iqtidori degan bir bor. Biz oldingi qitim bir narsani degandik. Superposition so'ziga vaqtimda bir maktab mudirini misolga oldi. Bu hamda maktab mudiri maktab sinf 20 sinfning tezligini tekshirmoqchi bo'lgan. Lekin har bir sinfga kirib joyda tezlik tekshirgandan keyin ishxonasi qaytib chiqqandan keyin ochiq yo'q da endi. Endi ochiq chiqdi. Nerede qoldi deganda 20 sinfning birisiga tushib qoldi degan gap. Endi buni bu odam qaytadan yana har bir sinf birdan kiram degan gap. Masala chiqdi degan. Endi ikki xil tanlash bor degan gap. Biri birdan kirib izlab chiqib eng oxirida ochiqishni topadi. Balkim 9-sinfda yoki 18-sinfda bo'lishi mumkin ochiqich. Ammo kvantum mashina bu klassik mashina o'rganishning ishlash prinsipi. Endi kvantum mashina o'rganishni joyda o'zini joyda 20 kilo oladi degan gap. 20 ma teng iliq va degidek qo'ymadim 0 va 1 ni oladi deb. Bunda bir tal rasm botdi men shuni to'sib qo'ysam texdim. Mana o'xshash. Qarang birisi kvantum mashina o'rganishninki ishlash prinsipi, yana birisi joyda klassik kompyuterning, ya'ni klassik kompyuter bilan kvantum kompyuterning farqi. Qarasang ikkisi izlaydi qarang. Izlagan biz izlash usuli joyda vaqtda amaliyotda qarasanglar birisini joyda bir yo'llar izlaydi. Ammo ikkinchisi kvantum kompyuter joyda ikki yo'lni teng olib boradi degan gap. Bir qatim men to'xtab qoldi ekan ama. Turib qoldi endi bu. Nima ishlab qolgan? Turib tursin. Yana bir joyda bayatdagi energiya unumi dedik. Energiya unumi odatda energiya sarfiyati haqiqatan to'yiladiganligini bu isbotlangan narsa buni. Endi kvantum mashina shu yoqda bizning ko'z oldimizda turib turgan murakkab masala qilish usulini o'zgartiramdi deb. Albatta biz o'zgartiraylik deb qaraymiz. Mana qarasang shu yoqda qarasang 4 son bor degan gap 4 son joyda odatda kvantum mashina klassik mashina shu yoqda buni qadamma-qadam deb qaraylik. Qaranglar 16 qadam deb degan. Ammo kvantum kompyuter yoqda 4 qadamlarla bir taraf qilgan gibi. Masalan, tang ishlab berdi. Masalan, buni xuddiliqi bir maxfiy nomer shifr ochiq, maxfiy nomer 4 xonalik maxfiy nomer kirgizganliqi san to'g'irlash narsa bor-ku, maxfiy nomerni 0 dan 9 sonlarni to'g'irlab 4 2 1 0 degandek to'g'irlaymiz degan. Mana shu yoqda kvantum mashina o'rganish yoqda hamma chaqni bir aqla mangdir degan gap. 4 qo'llar mangdugandek. Endi klassik kompyuter yoqda birinchi chaqni aylantirib bulab, ikkinchi chaqni aylantirdi, ikkinchi chaqni aylantirib bulab, uchinchisini aylantirdi, uchinchisini aylantirib, to'rtinchisini aylantirgan. Buni qaraganda vaqt yoqda kvantum kompyuterniki kvantum mashina o'rnatadi. Mashina o'rnatamiz. Shuni o'rtasida surati nihoyatda tez degan gap. O'xshash narsa bo'lsa-mu, surat tezlik yoqda kvantum mashina o'rnatishninki surati tez degan gap. Endi bu yoqda alaylik nima bularning? Endi bu yerda kvantning alayligi, ya'ni kvantum fiziksining alayligi yoqda biz ishlatadigan, biz ishlatadigan alaylik yoqda superposition oldi. Masalan, bir ustunish, ya'ni ustun alaylik alayli degan gap. Bir vaqt yo'qda ko'p xil holatni saqlay oladi. 0 va 1 holatni saqlay oladi degan gap. Masalan, buning yo'qda qubit saningiz 1 bo'lsa, yoqda 0 1 bo'ldi degan gap. Agar 2 bo'lsa, yoqda 0 1 0 1 ekan. Shakl bo'ldi degan gap. Endi entanglement yo'qda bog'lanish, kvantum bitlar orasidagi alayli munosabat. Endi nima interface degan bir narsa bor. Interface degan. Bu kvant to'lqinlarningki aralish deymiz. Boshqa miyada yana boshqa narsalar bor. Quantum neural network degandik. Endi klassik mashina o'rganishdan farqi shu yoqda bayatdan farqini so'zdik. Yana so'zsak yana shu. Men azroq farqlarini tushuntirib qo'ydim. Menda selishtirish kvantum klassik mashina o'rganish bilan kvantum mashina CML bilan QML ninki ikkisininki farqi menda. Qubitlarni ishlatdi, macho bitlarni ishlatdi. Sonliq machoda ikkilik son bo'ldi. Macho kvant alti, kvant bitlar bo'ldi. Bunga parallel hisoblash cheklangan, ko'p ishlatkich orqali bo'ldi. Macho yoqda asosiy superposition altida bo'ldi. Ya'ni alaydalikda elib berilgan.
Yani ikkinchi farqi shu yoqda sun'iy aql cheklimalarini yengish. Klassik mashina o'rgatish shu yoqda hal qilish mumkin bo'lmagan masalalarni hal qila oladi deb qaraymiz menga buni. Boyadan degandek shu yoqda مېڭىش شۇ yoqda bir narsani izlagan vaqtda o'xshash yo'ldan mang'idi, ammo shu yoqda مېڭىش usuli o'xshamaydi degan gap. Teng izlaydi degan gap. Xuddi mavu sochqanningki eng oxirgi yemekligini, ya'ni pishloqni tepishniki misolga o'xshaydi degan gap. Mana shu yoqda balkim ezib qilish mumkin degan gap. Ammo shu yoqda ma'noda qat'iy ozmaydi degan gap. Kvantum mashina o'yinida ezib qilish bo'lmaydi degan gap. Mana shu yoqda bir ezib qolasiz, balkim qaytmaydigan yo'lga kirib qolishingiz mumkin degan gap. Qaytib yana joyingizga qaytib yenib kelish ehtimolligingiz bor degan gap. Ammo Quantum kompüter yoqda unda ehtimollik yo'q degan gap. Chuqum topadi degan gap buni. Ana yuqori o'lchamlik bayat dedik, bu 5D, 6D, 7D, 8D, 100D deganlarni shu yoqda 3D yoki 2Dga tushirish degan gap. O'rganish algoritmining turlari degan. Masalan, kvantum o'zgarish ega hal qiluvchi VQA deymiz, SVM deymiz. SVM odatda nimadan ishlatamiz buni biz? Klassik mashina o'rganishdimi ishlatamiz degan gap. Ana buni shu yoqda yangi tug'ilgan shu yoqda VQ, ana V degan vektor degan gap, kvantum degan gap, E degan shu Quantum mashina o'rganishi bizning mashina o'rganish to'g'risida tushunchimizni asosiy jihatdan o'zgartiradi deb aytib boyadangi endi asta-asta o'zgartiradi deb cho'qim o'zgardi deymiz. Endi hozirgi ahvol qandoq degan vaqtda, hozirgi ahvol shu vaqtda hozir quantum mashina o'rganishi NISQ deymiz. Ya'ni noise davri deb qarasak bo'ldi. Chunki bu amaliyotda birlashtirilgan. Buningki bizningki amaliyot nimaningki to'liq atilish nima degan vaqtda NISQninki. Buni javobda asl to'liq atilishi noise, intermedia, scale, quantum degan gap. Scale degan son degan gap qo'y. Intermedia degan o'ttiral degan gap. Noise degan shavqin degan gap. Quantum degan shu quantum degan gap. Ya'ni shavqinliq o'ttir cho'nliqdagi kvant kompyuter davri holatda turadi degan gap. Hozirgi davri. Bu nimish qildi desa degan vaqtda bularni ayrim tushuntirishda har birisining ishlatgan kompyuterlar masalan mukammal emas, noiselar bor, ya'ni shavqin suran bor degan gap. Ondan keyin qubit soni joyda qubit soni hozircha amaliy ishlatiladigan joyda mingga amaliy tajribalarda tajriba qilinadi mingdan eshib bo'ldi. Ammo biz ishlatadigan joyda mingga yetmadi degan gap. Ana uzun programmalarda joyda ishlatilish nimasi amalga oshmadi degan gap. Tadqiqot ustida degan gap. Shuning joyda bu davrning joyda ya'ni NISQ davri dedi. Chunki qisqartirish joyda shu noise ninki n nag'an, intermediate joyda in nag'an, scale degan joyda s nag'an, quantumninki q nag'an. Shuni qisqartirish degan gap. Ya'ni sharoit nachar o'ttir o'lchamli kvant davri deb qarasam, sharoit nachar deb ya'ni shavqinliq deb qarasaq, shavqinliq o'ttir o'lchamli kvant davri deb qarasak degan gap. Endi buning asosiy taraqqiyot qilayotgan shirkatlar joyda ko'z ko'rinarli bo'lgan biz bildig'ini mushlar IBM, Google, Microsoft degandek qatorliq shirkatlar kvant mashina tadqiqot qilgan. Endi QTML konferensiyada kvant mashina o'rganishga yangi tadqiqotlar muzokara qildi degandek bir milar bor menda uchurlar kvantum munosabatlik. Endi men joyda kvantum mashina o'rganishga yadrolik qurollar asos TensorFlow Quantum deymiz, Qiskit deymiz, IBM'niki, TensorFlow joyda Google shirkatiniki. Endi Pennyline joyda Kanadaning shirkati mavu Xanadami degandek. Xanado degan. Endi bu kelgusida bu kvantum davri nimani keldi? Endi kelgusida insoniyatga nimalar kutadi degan gap. Bo'ldi. Albatta kvantum mashinasi o'rganish joyida kelgusi tuvandagi inqiloblar sabab bo'ldi. Ya'ni doktorlik inqilobi deymiz, moliya sohasidagi yangiliklar, klimat inqilobi. Masalan, klimat inqilobi joyida amaliy mashg'ulotlar olib berildi. Masalan, Nvidia shirkatining joyida kelgan 30 yillikmi, nima isimda qilishcha. 30 yillikni joyida Avaray ma'lumotni joyda analiz qilib bo'ldi. Bizmi mashina o'rganish jarayonida analiz qilamiz. Masalan, 60 kunlik setish miqdoriga asosan joyda bir haftalik setish miqdorini analiz qilish degandek. Bu yerda kichik analizdan elib boramiz degan gap. Endi joyda 30 yillikni analiz qilishingiz uchun joyda o'tganki 50 yillik sonliq ma'lumotning hammani ishlatadigan vaqtingizda texniki unumli erisha olasiz degan gap.
Şoň buňa işletken sanlyk ma'lumotlar nihaýaty ýokary sanlyk ma'lumotlar deňep. Bundan keyin ýeňi dorilaryny ýeňi dorilarny çoğakda keşip kılışyny tizleşdirdi. Ondan keyin nädiki maýatdyk molekul tahlilini çoğakda ilgiri sürdi deňep. Muşlarga inqilab karakterlik taraqqatlarny elip geldi deňep. Endi ikinji çoğakda siber bexaterlik diýemiz, tor bexaterlikki. Bular çoğakda hazırky bizning işledip atgan klassik şifrlaş sistemasi bar. U joyda uninki yeyiş ihtimallik joyda hazırki siz klassik kompüterler yeyişmen deseniz joyda eng az bolganda 100 yıl gider dengep. Onu yeyişmen deseniz. Emma joyda kuantum kompüterler yeyişmen deseniz bir neçe minut bir tarapga yetersiz dengep. Şuning üçin joyda hazırki her kanda bir çoğ bankalardan asasen çoğ bankalar joyda özünki kuantum tadqiqat işgallaryny kurup boldy dengep. Nimişga diýen wagtda kuantum şifrlaşdyryşyny tadqiq kılady dengep. Bu joyda eger kuantum ögenigel joyda aşnaly kuantum algoritmalardy hujum kılýan wagt joyda onuň nurgun ýokuşlaryny elip geldi dengep. Nurgun ziýanlaryny elip geldi dengep. Endi tangpuňsuzlyk meselesi bar. Elbetde kuantum kompüter erişelgenler bar, erişelmegen döwletler bar dengep. Şuning üçin tehnikasiga erişelmegen döwletler we jemgyýetlerde guruklykda kalaş. Yani bu şuning üçin joyda bizmi özümizniki kuantum kompüter, kuantum tadqiqatyny elip başlaşymyz gerek dengep. Emniyetde bizmi başladyk hemde. Emma joyda biz bir toplum bulup başlagan wagtymyzda bu uzun zaman dawamlaşaly dengep. Bu joyda kıska wagtla toktap kala dengep. Şoň joyda bunyga tangpuňsuzlyk elip gelişi mümkin, şahsy grupda hatarlikler mesela gaýsy gruppa kuantum kompüter güçlük bolsa, o joyda garşy tarapdan hemme näsege erişiriş imkanyny ýaratyp bereli dengep. Şoň joyda kuantum maşyna öňüş insan üçin äň çoň pursatlar we äň çoň meselelerni birli wagtda keltirip çykyrdy dengep. Endi buni hemme sözläp boldyk. Muýda kuantum maşyna öňüş munda eken, bunyň tarakkaty munda eken, işleşme munda eken degendik. Endi bizge näme paýdasy bar? Biz kандай kıla alaýmyz bu tehnikalar bilen? Diýmiz ganda. Bu tehnikanyň uygulap bolgan täsiri adetde hazırky ahwal Uygur jemgyýeti üçin kuantum tehnikasi çeklimleri bar, emma pursatlar köp deňgen. Mesela Uygur tili modulları, yani Uygur AI demekçi. Uygur large language model demekçi. Muşlanç wagtda Uygur tiliniň tabii til bir taraplyk modellaryny ýagşylaş imkanyny suny deňgen. Çünki az maglumatlar wagtda ünümlik we tez köp işlerini kıyğın bolganlyk üçin joyda bizge naýat ýaxşy pursatlarny ýaratyp berdi deňep. Onuň keyin joyda Uygur taryhy materiallar we Uygur medeniýetiga aýlyk materiallar bar. Bularny joyda rakamlyk tähil kılıç we saklaş, yani dijital, yani fijital adetge ekilip saklaş joyda tehim ýaxşy imkanyetlerini ýaratyp berdi deňep. Endi Uygur medeniýet miraslaryny goglaş we Uygur medeniýet miraslarynyň rakamly saklanmasy tähil kılıç. Bu adetde medeniýet miraslary diýen gep bu ýazık emese tarihi asaret ýakylamda, kuruluş binakarlyklarynda hemme jäden öz içine alady deňep. Onuň keyin aslyky joýakda bizge ilenedem bizge hazırça bizning muajiretlik Uygurlarga nisbeten bu astydykysy ança emas, güçlük emas. Kalan üç joýakda adetde biz kılmasak bolmaýan işler deňep. Emçe wagtda bu tehnik Uygurlar kanda täsir elip geldi deňen. Halkara uniwersitetlerden hemkarlyk arkaly kuant tehnik derslerini elip beriş. Buning üçin joýakda özümizningki güçlük bolgan tadqiqat organlary boluş gerek, mesela akademikler boluş gerek. Uygurlar nurgun onu tadqiqat institutlary bar go. Emniyetde institut degeniň nime ekenligini bilmej kurup kalmak bolmama, onuň bir okuwçy ýok institutlar. Emma aşlar joýakda aslında kıldygan işi özüniň tadqiqat institutlaryny tadqiq kılıç gerek deňep. Nime tadqiqat instituty, nimeni tadqiq kıldyň? Bularny kılıç gerek deňep. Endi eger bolmasa joýakda biz kılışymyz gerek deňep. Şuning üçin joýakda bizge bularmy ýaşlarga nisbeten kagallar ýaş çoňlar diýen ömrüni ötküzip boldy. Endi kasy ýa kança güdedep ýaş ölüşine kuýdak kirdi deňen gep. Endi biz kaldyk deňen gep. Endi bizmi ulardan ýa kakşap üteberemdik deňen gep. Ular kıldygyny kyp goýapdy. Biz kандай kılışymyz gerek? Bizim özümizden joýakda ýaşlar özüni teşkillep, özümizniki halkara sebiyede tadqiqat grupalaryny kuralymyz we tadqiqatga gatnaşalymyz gerek deňen gep. Buning joýakda imkaniýetlerini ýaratyp berýänlerde bägini bolur deňen gep.
Chunki bu kvantum texnikasi yangi texnika bo'layotgan yoqda siz azroq yangilikni bilan yangilik ekilalsangiz yoqda har qanday bir o'rlar bilan hamkorlashish tadqiqot ilib bora olasiz degan gap. Buning yoqda balkim u tadqiqotlar orqali siz yoqda iqtisodiy qimmat yarata olasiz. Ya'niki qo'llash, ya'ni mablag' erisha olishingiz mumkin degan gap. Bu orqali shu yoqda o'zingizni tadqiqot texnikani chuqurlashtira olasiz degan gap. Onun ikkinchi yoqda biz Uyg'ur kvantum ya'ni kvantum mashina o'rnashda Uyg'ur sarxillarni yetishtirishimiz kerak degan gap. O'quvchilarni, tadqiqotchilarni yetishtirishimiz kerak degan gap. Buning uchun shu yoqda xalqaro tadqiqot to'g'riliq qatnashish orqali Uyg'ur olimlariniki kvant texnikasiga to'p qo'shishni qo'lga keltirishimiz kerak degan gap. Bu vaqt yoqda o'zimizniki bir kishilik to'p qo'shib bu dunyoda, bu kvantum dunyosida men bir kishilik haqqimni olaman deb tura olamiz degan gap. Bo'lmasa shu yoqda bag'rini yeyman degan gap turgan. Endi bu kvantum dunyosi amaliyotda ep kelgan fursat ko'p fursat kuchli bo'lgan bilan yoqda xrislom nihoyat kuchli degan gap. Endi kvant texnikasiga oid materiallarni yoqda uyg'ur tiliga tarjima qilgan. Hech qilolmayman desangiz shu yoqda qiladigan ishingiz nurg'un degan gap. Eng bo'lmasa degan vaqtda siz kvantum munosabatlik tadqiqot material maqolalari va ashdan yoqda uyg'urcha tarjima qilib o'zingizning bloglari qo'ying yoki bo'lmasa to'rbatlarga yo'llang degan gap. Masalan bizning to'rbatlarimizga ashdan yo'llasangiz bo'ldi degan gap. Endi kvant texnikasi Uyg'ur yoshlarining cheklimasining ozligi ular uchun cho'ng fursatdir. Ya'ni biz Uyg'urlarning istanchoqda bu bir kvantum sohasi yoqda texnik ixtisosliklarningki oz bo'lishi yoqda bizdek bir ozliq to'plamini istanchoqda nihoyat yaxshi fursatlarni olib kelgan gap. Endi xrislar degan gap. Lug'amda to'rdan o'g'inish fursati, unga fursatlar, unga yoqda to'liq kodli qurollar degan gap. Buni cheklimada yoqda kvantum texnikasiga oid manbalarni tepish nihoyat tez degan gap. Haqiqatan tez degan gap. Uning ikkinchi yoqda boyliqlar ya'ni boyliq cheklimasi degan gap. Endi kasbiy yetakchilarning yetersizligi. Kasbiy yetakchilarning yoqda amaliyotda bizning har soha dunyoning hamma yerida ishlayotgan Uyg'urlar bir ikkidan sanoqli chiqadi. Ammo ular o'zining unvonini boshqa narsadan so'zlashga ishlatadi degan gap. Sen bir matematik professor yoki bo'lmasa fizik professor bo'lgan bo'lsa, u boshqa jamiyatshunoslik to'g'ri so'zlagan vaqtda uni doktor deb unvonni ishlatish, ya'ni o'zining unvonini boshqa yerda ishlatish degan ma'noda ko'zlatadi bu yerda. Uning tadqiqot erkinligi, aniga xalqaro turlarga kirish degandek. Mushalar yoqda Uyg'urlarga texicha bizningki cheklimlarni ekiladigan. Boshqa yoqda odatda xalqaro hamkorlik orqali tadqiqot Uyg'ur algoritmini targ'ib qildirish, kvant texnikasini Uyg'ur madaniyatiga tatbiqlash, Uyg'ur yoshlarining ko'p tillik bo'lishini ustunligi. Shu yoqda ustunlikdan foydalanib yoqda biz har xil foydalanish qimmati bor material foydalanamiz. Masalan, men izlagan vaqtimda yoqda eng boshda Uyg'urcha izlayman-da. Uyg'ur chiqqandan keyin o'zimning biladigan yaponcha tili izlayman, ingliz tili izlayman, turkcha izlayman, eng bo'lma deganda yana xitoycha izlayman degan gap. Hammasini o'zing ishiltarishingiz kerak degan gap. Endi Uyg'ur yoshlar shu yoqda kvant texnikasida o'zining alohidligini o'rnini topa oladi degandek mana bir narsalar bor. Bularni keyin qadimda 2020 planimizda texnik tafsili. Endi kvantum mashina o'rnatish yoqda tuvandagidek qadamlarni qo'yish. Endi buni kvantum mashina o'rnatishga munda kelganda, buni qilish uchun biz qanday qilishimiz kerak? Qanday vaqtda kvantum mashina o'rnatishni o'rganamiz degan emas, qilganda. Endi kvant texnikasi qiziqadigan Uyg'ur yoshlarini birlashtirish, to'rda hamkorlik to'ri qurish, bilim almashtirish va harakatlarni qo'zg'atish. Masalan, bizningki hozir boshlab bo'ldik, 1 yil 9-oyda boshlagandik, 3 oy bo'ldi. Kvantum mashina o'rnatish deb. Ashuna joyda bizning texnik to'rbatlarimiz qurilyotdi. Balkim bu yil e'lon qilishimiz mumkin, Alloh nasib qilsa. Bundan joyda o'zimizniki mushtarada qiziqadigan Uyg'ur yoshlariniki bir yerga kelib, o'zaro fikr almashtirish, o'zaro o'rganish, altini joyda ilib berish qilishyapmiz degan gap. Amchoqda kvant hozirgi men bayat dedi qo'y Uyg'ur tiliga to'p qo'shishingizningki shu ortolab yurishingizning o'rni yo'q. Har yili 21mi deyman. Kelgan vaqtda var vaqirab qo'ygandan foydasi yo'q. Uning o'rni joyda ashna to'pini qo'shsangiz bo'ldi degan gap. Ba'zilar bizning Uyg'urlar, nurg'un Uyg'urlar untinsiz to'p qo'shayotganlar bor. Nurg'un Uyg'urlar ko'chalarda angrab yurgan bilan amaliyotda hech chiqmayotgan degan gap. Shu joyda kvantum texnikasiga oid materiallarni joyda Uyg'ur tilida tayyorlab Uyg'ur tiliningki buluqini ko'paytirishingiz kerak degan gap. Xalqaro hamkorlik to'g'rilarga qatnashish amaliy proyektga, masalan bizningki o'zimiz amaliy proyektlarimiz va ashunga qatnasha olasiz, ham hamkorlasha olasiz degan gap. Agar biz bilan aloqalasangizda hamkorlashishingizni va qatnashishingizni umid qilamiz endi. Hamda bizning taqib o'qitish va tarbiyalash.
Bu bizningki basmasak bo'lmaydigan narsa. Bizdek texnik o'zining bir mustaqil e, ma'rif sistemasi quranmagan muajiratdiki. Ayni bir toplumimizdan bu deyish biroz e, oshirib o'tganlik ama yani ümid qilsak o'ylaganimizni cho'qim qila olamiz deb qarayman. Shu kvant texnik darslarini o'tkazish, Uyg'ur yoshlarini kvant texnik tarbiyalash, oliy ma'rifda kvant texnik kasbini qurish. Mana bizningki endi 2020-2030 yilga qo'ygan o'zimizniki planlari qatorida malan hammasi. 2030 yilga qo'ygancha qilgan ishlar. Şoňa bu şoň hamkarlaşdygan ýaşlarny hiç nima bilmeseňiz karaýatçaglyk. Fakat sizning aşny qıldygan otdek gyzgynlyk bir jürikiňiz bolsa Uýgurga sokulgan. Biz ämeli terbiýeleşlerini elip berip birlikde hamkarlaşýan, birlikde kılymyz diýen. Ögüniş yol haritasi deňe birinji kadamda asasy bilimlerni öňesiz. Kuantum fizikini öňesiz. Onuň ikinji otak kuantum mehanikasini öňesiz diýen. Bunyň asas prinsiplери, qubitler hakynda asas düşünçelerini öňesiz diýen. Bunyň üçin ýokda adatda asas bilimlerni öňesiz ýokda iş güçä giden diýen. Endi programma tuzuşda. Hani Python kodlaryny öňesiz, onuň kenin Python başga TensorFlow yoki PyTorch degenlerni öňesiz diýen. Onuň maşyna öňesinden birleşdirisiz diýen. Bunyň üçin ýokda iş güçä 3-4 ay birleşken. Şoňa jogatda bizning 6 aylyk kursumuz bar. Maşina öňeşdinki kuantum maşina öňeşiň 6 aylyk kursumuz bar. Bu jogatda 9 ýylda başlangan ma 3-nji ýylda ahyrlaşdy. Ýani bir jogatda keler ýyl 4-nji ýylda başlandy Allah nesip kılsa. Şoň ügünde galyp jogatda aş wagtda tizimtip öýrenseňler buldy. Endi şuňda bu ämmisi asas kısım hä mawa. Siz ämli asas maşina öňeşlerini elip bara alaýsyz diýen gep. Hem joňda jukry sewiýesi bar, otur sewiýe, jukry sewiýe we tadqiqat sewiýeleri bar. Budan joňda her gaýsynyňki üzgüçlük ne söýleýän. Endi men aşy jukry sewiýege bagçy öňümen diýseniz äň az bolganda 2 ýyl öňüşiňiz gerek diýen gep. Aş wagtdan lekin jukry sewiýeden tadqiqat sahäsiga bagçy bara alaýsyz diýen gep. Şoň destlep sewiýede 6 ay wagtyňyzda ýeterlik kıla alaýsyz diýen. Lekin bizning öňüme atgan garnaşlarymyz kılıp atdy go. Demek siz mi kıla alaýsyz diýen gep. Hem jogatda 3-nji kadamça kuantum kompýuter asaslary. Bunyň jogatda kuant derwasy diýen. Derwasy diýme o. Dogrusulap gatdy. Kuant derwasy diýen kuantum gate diýen näsler bar. Bularny öňesiz kuantum algoritmlaryny öňesiz, onuň kenin maşhur algoritma degendek närseni. Görürsüz. 4-nji kadamça jogatda maşina öňeşi kirsiz diýen gep. Muş kadam baskyp boýunça elip maga wagtyňyz jogatda adatda 6 ay wagt jogatda bularny tamamen elip bara alaýsyň gep. Bu ýerdeki 6 ay her gaýsynyňki ögüniş bägen wagty we zihni garta farkly. Şu çokum 6 ay ögünüp buldyga şokşay dep gymmaňlar. Bunyňy bägen zihniňiz we kyzykyşyňyz, bägen wagtyňyz garta 6 ay diýen gep. Endi ilgirleş tadqiqat joýdakda bu biraz jukry sewiýede. Endi tadqiqat makalalaryny okuş, düşünüş, ýeni kuant maşina öňeşi algoritmini tadqiqlaş we halkara tadqiqatlar toruga gatnaşyş. Endi bu joýdakda bizninki 2029 ýyla goýçy müsaadada bir nimeni golga keltirme, neçilerini golga keltiriş planymyz bar. Diginimizni kıla alsakla. Onuň ikinji jogatda kuantum maşinalarynyň intelligensiýi, şunda halkara kuant maşina konferensiýalarga gatnaşyş diýendik. Hem jogatda hakyky kuant äsbaplarynda ämeli täjribe. Mao jogatda eger biz bu işlerini kıla alsak jogatda belkim IBM'ninki ýa-ki bolmasa jogatda bäzi Google şirketiniňki degençe alakylaşarlyk başlanyňky ämeli, ýani kuantum kompýuterini ämeli ýakynly görüş imkaniýetlerini jogatda golga keltiriş pürsütimizmi ýok emas bar diýen gep. Ýani kıla alaýmyz diýen gep. Bu jogatda özümizniki keyin kadamda özümizniki kuantum kompýuterini ýasaş imkaniýetimiz ýaratyp kuantum kompýuterini ýasaş imkaniýetimizge belkim ýaratyp beriş mümkin diýen gep. Bizmi kıla alaşymyz mümkin. Kıla alaýmyz dep garaýman hem-de. Endi men ýerde poýatmaýlar endi çünki mümkin. Biz kuantum fizikisi her kanda bir işni mümkin dep garaýmyz. Şoň ýerde mümkin dep atymyz. Endi Uýgurlarça jogatda özüniň kuantum kompýuterini çokum ýasaýdy. Çokum ýasaýdy. Emma jogatda belkim kança tez bolsa şunça ýaxşy. Şu bu huddilik Uýgurlar çokum mustaqil bol degendigi gap. Kaçan mustaqil boldy hiç kim bilmeýän gap. Hiç kim bir näme diýmeýär. Çünki plany ýok da hiç kimniňki onuň garta. Unda bugandykin hiç kim bir näme diýen gap. Strategiyasy ýok diýen gap. Unda bugandykin hiç kандай bir teşkilat gurup manda wagtda mustaqil bolish ihtimallygy bar dep hiç kim diýmeýär diýen gap.
o'zingizning plani bo'lsa, uni ikkinchi yoqda ana shunaqa qarta, manda ma vaqtda buni qila olamiz deb deyalaysiz degan gap. Endi o'rganish yo'li xayriyatdan 4-inchisi keldik mayda. Kitoblar buning foydalanadigan kitoblarni qo'yib qo'ydim. Endi bu yoqda quantum computer mayda ingliz kitoblar bor. Bularni o'zinglar ko'rib olsang bo'ldi. Uyg'urcha kitoblar texicha yo'q, ammo biz kuchimizning yetishicha materiallarni tarjima qilib yo'llayapmiz. Ana shuning yoqda o'zingizniki foydalanarsangiz texmo yaxshi bo'ldi deb qarayman. Uning ikkinchi yoqda Uyg'ur tilida kvant fizikasi, kvantum kompyuterlik oid yoqda darslik materiallar tayyorlashda har qaysimizniki o'zaro hamkorlashish majburiyatimiz va zarur degan gap. Chunki bir odamning qiladigan ishi bir kishilik bo'ldi degan gap. Ikki odamning yoqda ikki kishilik buni aqlli savatqu. Shuning uchun yoqda biz hamkorlashib o'zimizniki mustaqillikcha bo'shliqni to'ldirishimiz kerak degan gap. Chunki vatandagi buni qildiganlarning asosan manbasi uzilganligi uchun yoqda biz qilishimiz kerak degan gapni. Endi Animatsiya yoqda IBM'ning haqsiz va haqliq darslari bor. Mushlarning yoqda texdimmo yaxshi fursatlar. Men odatda yoqda IBM'ninki va Google'ninki darslarini ashlardan o'rgansam bo'ldi. Endi boshqalarning bormi degan yoqda bor. Masalan, Udemy'da bor, edX'da bor degandek. Bulardan o'zinglar o'zinglarga foydali bo'lganlarni deb ko'rib olsangiz degan. Xulosa qilgan vaqtimiz shu yoqda kvant mashina o'yinishi yoqda kelgusi texnikasi kvant kompyuterlar mashina o'yinishni qo'shilishni hosil bo'lgan degandek. Uyg'urlar shuncha vaqtda bu texnikani taraqqiy qilishi va xalqaro texnik taraqqiyotga qatnashish fursatini berdi. Uyg'ur madaniyatining zamonaviy texnikalarga saqlanmasligiga yo'l ochadi. Endi kvant mashina o'yinishi yoqda uzun va murakkab jarayon. Albatta bu yangi yozganki tushunish texmi ta'sir degan gap. Shunga o'rganishdan o'tiraldi voz kechib qolishingiz mumkin degan gap. Endi kvant mashina o'yinishi insoniyatning kelgusi Uyg'urlarga bu kelgusida o'z o'rnini tepish kerak degan. Men shunda qarayman. Chuqum Uyg'urlar o'zininki o'rnini kvantum davrida tepish kerak degan. Bu xuddi 1990-yili internetning dunyoga kelishi bilan nurg'un narsalar o'zgarib ketdi-ku. Yoziqchilik yoki matbuotchilik degan hamma narsalarga o'zgarish bo'ldi degan gap. Uningdan 10 narsa kuchli bir davrimni olib keldi degan gap mayliga. İnqilobni olib keldi degan gap, kvantum kompyuter davri. Ya'ni kvantum AI davri degan gap. Shu agar Aysenbek bilan selishtirishni bilmay qolsangiz, shu aytni selishtirsin degan gap. Internet kelgan vaqtda dunyoda qanday o'zgarish bo'lgandi? Ashning 10 narsani qatlang, kvantum AI, ya'ni kvantum mashina deymiz. Kvantum AI davri kelgan vaqtda ashning 10 narsa kuchli bir davrni olib keldi degan gap. Endi biz shuni tayyorligimiz bormi yo'qmi? Shuncha yoqda endi bu leksiya endi har qaysimizniki Uyg'urlarniki bir fan texnik sohasiga. To'g'ri, hammasi sepib baqdiq biz. Tashkilotlarga, derneklarga mablag' sepib baqdiq. Bir ish bo'ldimi? Vizidan demayli bo'ldi. 50 gadan muntizam ishlatadigan bir tashkilotimiz bormi bizniki? Maosh berib ishlatadigan. Xalqdan maosh olib ishlatganlarni uni bizning tashkilot demaymiz ularniki. Maosh to'xtab qolgan zaman to'xtaydi, xuddi rifaga o'xshash. Do'qlarmi maosh to'xtab qolgan zaman to'xtaydi, yo'qoldi ularmi? Shuncha yoqda o'zimizniki muntizam ko'ralgan vaqtimizda undan biz dunyoga men o'zimning o'rnini topishim kerak degan bir o'zimizning kuchini ko'rsatamiz degan gap. Bu shu yoqda sening yardım bilan aran uylab tursang turman, bo'lmasa yiqilib qolman degan ahvol bo'lsa, shu yoqda hammadan bir yak vaqt yuraydi degan gap. Qolgan yerni o'zingiz yuk ko'tarasiz degan gap. Shu meningki tavsiyam 2026-yil o'zingizga bir plan tuzing. Qaysi soha bilanda, qanday bir narsa bilanda. Degandek, Uyg'urcha bir narsani yozib e'lon qiling, maqolalar e'lon qiling, torlarda qo'ying. O'zingizning hozir tor bet yasash nihoyat oson degan gap. O'zingizning nomida haqsiz 1 yil, 2 yil e'lon qila olasiz degan gap. Ashni e'lon qilib torga chiqaring degan gap. Facebook qiling degan. Masalan, agar unda qilmasangiz shu yoqda bizning tor betimizni qo'ysangiz bo'ldi degan gap. Yangi bir narsani share qilay.
Bizning qurilgan tor betimiz bu. Menda inglizcesi bor. Endi buning joyda mushning kirsangiz nurg'un darslar bor. Mushundan o'rgansangiz bo'ladi degan gap. Biz ta'minlab bergan darslar emas. Agar dars 2026 yilda kvantum mashinaning darsi qatnashsangiz, menda darslarning nimalar o'tilganligi, nimalar so'zlanganligi degan hammasi tafsiliy so'zlangan. O'shani tinlasangiz bo'ladi degan gap. Tafsiliy uchurlar mushada bor. Uning ikkinchi joyda Qutatg'u AI degan kirsangiz joyda menda nurg'un o'rganish menda joyda bizning asl maqsadimiz mushunda bir Uyg'ur AIni yasab chiqarmoqchi degan gap. Endi men qarasangiz joyda hamma narsa tarjimalar bor. Undan keyin o'rganish qarasangiz joyda menda nurg'un narsalar bor. Mushaga kirib hammani tafsiliy o'rganolasiz degan gap. Asos bilimlarni hammani tafsiliy o'rganolasiz degan gap. Masalan, matematikadan tortib haqliq tarbiya haqsiz emas. Mushaga kirgandan joyda o'zingizki eng o'sha kvantum darsiga kirsangiz joyda bu yerdagi kvantum physics degan nima ekan, mechanics degan nima ekan, kvantum texnics degan nima ekan, mushlarni tafsiliy o'rganolasiz degan gap. Endi bizning oxirgi maqsadimiz joyda shunga o'xshash hozircha joyda yakka holatda qilyapmiz bularni. Bular joyda eng oxirida birlashib cho'qim Uyg'ur AI degan bir narsa yasab chiqmoqchi degan gap. Men aytdim Uyg'ur AI hozir bolalar yasayotganlik uchun texnik qo'ya olmadi o'rniga. Endi men joyda maxsus o'rganish Uyg'ur bolalar uchun harflarni o'rganishningki nimalar qo'yilgan men yerda. O'shan joyda o'zingiz bolalaringizga mashq qildira olasiz degan. Mana texnik mukammal to'liq emas. Men joyda mashqlarni, Python mashqlarini, kodlarni mashq qilib ola olasiz degan bir xil mashqlarni. Men joyda har xil nurg'un modullarni joyda tang biraqli ishlata olasiz degan. Demak, yozsangiz joyda masalan kvantum deb yozsangiz men joyda hammasi chekib o'tgandan keyin tanlab o'tgandan keyin hammasi tang ishlaydi. Buning joyda bir vaqtda har xil modullarni joyda tang ishlatish imkoniyatingiz bor degan. Faqat joyda men o'zingizniki API keyni, API'ingizni kirgizish degan gap. Bu har bir Google Gmaildan kirsangiz API ala olasiz degan gap. Bundan joyda qilsangiz men 3ni qo'ya qo'ydik endi. Ko'plarni hammani ishlata olasiz degan gap. Birdan ishlatmadingizmi, birini ishlata olasiz degan gap. Hammani tanlab ishlatmadingizmi, hammasining o'rtaq natijasini qaysining eng yaxshi bo'lsa shuni ala olasiz degan gap. Endi bizning eng oxirgi maqsadimiz nima degan vaqtda biz mushlarni joyda hammasini birlashtiramiz degan gap. Bularning hammasini bir sun'iy aql shakl taraqqiy qiladi degan gap. Endi bularni joyda birlashtirib eng oxirida mushunda bir AI qilmoqchi degan gap. Universal xuddi nimaga o'xshash? OpenAI, ChatGPTga o'xshash, Google'niki Gemini'ga o'xshash va yoki DeepSeek'ga o'xshash ashunaqancha bo'lsa. Endi men joyda biz mana hozircha ishlamaydi mana. Sen hidis baqsaq hozir API ularni uloqliq emas. Mana joyda asli API'lar uloqliq shaklda qilmoqchi edik. Qilayotgan buni joyda mana to'g'ri yo'llanganlik uchun shu API'ni taxib ulamadik. Endi bu holatda bo'ldi bizningki hozir bir plan qo'y endi. Endi bu joyda hozir bizning guruhlarda proyektlar qilayotgan bolalar joyda mushalat qiladi degan gap. Ya'ni Uyg'ur musiqalari, Uyg'ur kiyim-kechaklari, Uyg'ur hunar san'atlari, Uyg'ur tili degandek-ku. Uyg'ur degandek boshqa nurg'un narsa degan. Endi mushlarni joyda hammasiniki ayrim sun'iy aql shaklda qilyapmiz degan gap. Amaliyotda vaqtimiz qachon bo'ldi? Bizning planimiz 2028-yilning oxirlari. Baqa vaqtda bir kichik shakldagi joyda test shaklida, ya'ni sinaq shaklda e'lon qilmoqchi planimizda. Alloh nasib qilsa 2028 Kalbil deb yozsa chiqilg'i deymi? Bo'lmasa men yo'llab qo'ysam bo'ldi. Nega yo'lladi ekan meniki? Men WhatsApp yo'llab qo'yay. Shu 12-vaqtda meyada nurg'un yozmalar bor. Bularmi hozirgi sun'iy aql to'g'riliq va bolalarningki qaymoqishni to'g'riliq qilayotganlar uchun meyada o'zingizning mushlarni foydalanib qolsanglar bo'ldi. Va nurg'un narsalar bor.
Eng bo'lma degan vaqtda o'zingizniki mana yuqori fan texnik qani mana yuqori fan texnika Uyg'urlar degan leksiyani bir qatam o'qib chiqishingni umid qilaman. Ondan keyin o'zingning kichik bolalar borlar, bolalarning telefondan qutuldiramadiganlar vaqtda ular eng bo'lma degan vaqtda ustidagi men 5 maqola bor. Shuni tafsilib bu maqoladagi uzun maqola emas, hozirgi davrga moslashgan shaklda loyihalangan hammasi. Bu shaklda qisqa asosli mazmuni unda berilgan. Bularni vaqtda o'zingiz tafsiliy ko'rib, yaxshi bilimga erishalaysiz deb qarayman hamda. Shu endi vaqtda keyin o'zingiz bayon etdik biz. Shu o'zingizning kasbiga munosiblik materiallarni vaqtda siz e'lon qilsangiz, mushu yerda e'lon qilsangiz bo'ldi. Bu mush yilning oxirigacha Alloh nasib qilsa, mush yilning oxirigacha butunlay bitib, kirish ishlash boshlaydi. O'shancha vaqtda o'zingizniki o'sha men kirgandan vaqtda bu yerdan o'zingizniki maqolalarni o'sha yerda e'lon qila olasiz degan gap. Shuni o'zingizni to'g'ri bet qurishingizni o'rni qolmaydi. O'sha mushlar munosabatlik. Ya'ni texnika, falsafa mushlar munosabatlik. Endi boshqa temlar odatda qo'shmadik. Degandek. Bular mush qurban texnik munosabatlik mazmunlaringizni. Andigan vaqtda men yerda kvantum mashina o'rganish to'g'riliq o'rganmoqchi edim men. Nimalarni o'rgangandim deb qilsangiz shu vaqtda men yerga kirsangiz kvantum mashina o'rganish bor. Men yerda bizning to'r leksiyalar bor. Bularga vaqtida qatnasha olsangiz, mush raqamda qarab qo'ysangiz bo'ladi degan gap. Undan keyin kvantum darslarida men nimalarni o'rgangandim desangiz, mushning hammani o'rganamiz mana. Amaliyotda bularni ichiga kirgandan vaqtda texnik tafsiliy mazmunlarni slayd shaklda ko'ra olasiz degan gap. Men kirsangiz darslar bor. Bu darslar shu vaqtda hozircha qo'yilmadi. Ammo hammasi haqliq. Hammasi haqliq. Pul tilab ko'rasiz degan gap. Buningki bu to'rbetning asosliq maqsadi dars va yuqori fan texnika munosabatliklar narsa chiqarildi. Odatda vaqtda men qarasanglar shu bizning yana bir to'rbetimiz yasavatimiz uni putiraman deb uqmayman men aniq yolg'iz bo'lgandan keyin jiq harakat qilib bo'lmay qoldik. Shu bizningki 2025-yil planimizning ichida kelar qatimliq 2026-yillik planimizda mushuni qilmoqchi. Mushuni birlashdi. Endi 2025 nimalarni qildik, nimalarni qilolmadik degan bir xulosalashimiz kerak-ku. Chunki bir narsa qilgandan keyin xulosa chiqarishimiz kerak degan. Bizda plan qilib, planni shunday yo'ng qilib, eng oxirida xulosa chiqaradigan yo'qolib ketadi-ku. Unday ahvol bo'lmaydi bizda. Cho'qim xulosani qilamiz. Qilolmaganimiz bo'lsa, qilolmaganligimiz sababini deymiz. Andan agar boshqa sabablar bo'lsa, qilamiz degan gap. Qiladigan bo'lsak, nima ish qila oldik endi. Shunga meningki mujoratlik Uyg'urlardan, kutadiganim bular yoshlardan. Kutadigan vaqtda cho'nglar albatta bizniki qo'llab-quvvatlashni umid qilaman. Yoshlarning vaqtda mushunga aktiv qatnashishini umid qilaman. Kichiklarning vaqtda o'ziga 1 yillik, 2 yillik emas. Biz bir to'plam bugun yem berib quyrug'ini tutib qolgan bir qilcha cho'nglab qolgan odat ekanmiz. Shuning vaqtda bu o'rganish jarayoni degan bir uzun bir jarayon bo'ldi. Shu Uyg'ur mustaqillik degan vaqtda uzun bir jarayon. Hozir 70 yil bo'ldi mana. Hech qanday bir tashkilotning bir 5 yillik, 10 yillik plani bormi desa, itida qarab turdi degan gap. Shaxsan men aynda qarayman degan gap. Xitoy endi 5 yillik, 10 yillik plan tuzdi degan gap. Biz o'zimizning shu vaqtda nimalarni qo'yishimiz kerak degan gap. Eng o'z vaqtda 5 yillik planlarimizni tuzalishimiz kerak degan gap. Shu bizningki planimiz endi 2030gacha shu kvantum mashina o'rganishda
planlarımız var. Bunu çoğaltı kelar qitimliq programmada təfsili tushundirman. Şoň qarindaşlarymyzyňki gollap guwatlyşyny ümit qilaman. Buldy bugunlik söhbet müşäçilik bolsun. Tuluq 1 saat bopdy. Rahmat. Rahmat Qavuljon. Bugungi suhbat programmasymı ýeňiçe mazmunlar jyqken. Men bir muşu kalam kelgen suallarni muştumuzdan taýýarlap goýdum. Kısqaça bir jogap berýän programmana toxtaýlyk. Birincisi, kuantum maşina öňünüşdäki klassik maşina öňünüşden farklandyryp turgan asaslyk amil nime? Asaslyk amil bitlar desek boldy. Bit endi bit ikilisi okşaş. 0 bilen 1. Ama çoğaltda klassik maşina öňünüşde bit dep garaýmyz. Yani 0 ýa-ki 1 boldy. İşleş prinsipi. Mesela endi mani ikisini bir edip ana düşündürä. Ondan kuantum kompüterde qubitlarni işletdi. Bu bir çoň alaýdyky. Eň çoň farky şu. Ana biz çoğaltda bularning işleş prinsipi okşamaydy. Mesela klassik kompüterler ýa-ki işletdi. Mesela bugun jyğynga Ähmet ýa-ki Samet geliş gerek. Ähmet ýa-ki Samet geliş gerek. Bunu deňep uýgurçyny düşündirýän adam asasan bir dep garaýman. Ikisiniň birisi käsi boldy. Gaýsy käsi boldy deň gep. Jyğyn içili ýurdy. Şunamy? Endi ýoksa kuantum maşina öňünüşdäki prinsipi ýokda wäkil deň gep. Bugün jyğynga Ähmet we Samet geliş gerek. Bunun birisi kip galsa bu jyğyn içilemdi? Içilmeýdi deň gep. İkisi tak geliş gerek deň gep. Muşunu düşünýärdi, kuantum maşina öňünüş manda eken, klassik maşina. Bu ýene birisi ýoksa superposition diýmiz. Teň barabar halatda alayda halat diýmiz. Bunu jogapda işleş prinsipi. Mesela bir närseni izdige wagtda jogapda kuantum kompüter, klassik kompüter jogapda birden kademlap maňa deň gep. Bir-birlep maňa deň. Bu ýerden ýol maňa okşaş. Saçkanynki pişlagyny tepişge okşaş deň gep. Bu huddelikki düşün mesela bir tal sözni kirgizdik diýeli. Torbetke Uygur diýen bir sözni kirgizdik diýeli. Uygur diýen sözni kirgizgenigi jogapda bu en başta Uygurca menbeler izleydi. Onu da bolmasy jogapda onu İngiliz terjime kılıp İngiliz menbeler izleydi. Ondan jogapda kadam maňa. Endi kuantum kompüter jogapda Uygur diýen bir sözi kirgizseniň jogapda neçe xil til bilse aşasyny ýakıl. Aş diliniň hemmesi bir xil izleydi. Ben man hazırkı nime demesem men aýalda ChatGPT turly çykyp ýatdy ga şunu ýakynlyk. Men jyky işletmen. Şu bäzi uçur izlesek en awal bizge muşa tillak ýakyn tillarny terjime kılan okudum. Köpünç türeş bilen çykyp bolady eken diýär. Mesela Uygurca bilen izlep gap galsak. Bäzi ylykyn okuş jarýanynda garasam türeşke çykyp gap galdy-da. Şunu garagan awal türeşden tepdirdi eken-de bizge uçurun diýmen. Aşdamy da o näse bäliqi onun qurganda til sistemlerikiler bir nime kirdi okşaýar, bir kategoriýa boýunça izleş ýapardy okşaýarmy? Aslında Türk dili şu Uygur dili üze emesmi şu? Uygur dili üze. Ana Türk dili utul balatlap arlyp getken bilen. Emse ana tupraq joyda ana ýurty Uygur dili şu. Uygur dilinden paşalanyp çykan tillar bu hemmesi. Anda hazır bizning gumbaganlyk üçin türkiýe tillar dep arwagan bilen, emne türkiýe dili diýen bir näse ýok. Hemmesi şu Uygur dilinden paşalanyp çykan bu tarih ispatlaryna goýulgan näse bunu bu ýerde dep jür bunu ene nip kılışdan orny ýok. Tarih ispatlar bar deňe. Bizden küçüňiz bolganlyk üçin muna bol. Emdi biz bolsa izdige wagtda togra. Baýat degendek Uygurçyda izleýdi, amjyda aşna bir kategoriýa tillardan awal izleýdi deňe. Özbekçini izleýdi, onuňkin Kazakça çykyrdy deňe. Bunyňkin agar ýezygy gasasyň ýokda belki bäzi arapçalaryny goşap goýdy deňe. Aştak gene arapça. Çünki bizninki arapça kirgen sözlükler mesela Uygurlar Parislarga düm çykke wagtda. Uygurlar yani bir kısım Uygurlar Parislarga düm çykke wagtda Parislar unda felsefi, bunda tarih nime diýen. Paris sözler nurgun kirip ketken Uygur tiliga. Onu gende arap düm çykkendikin jogda arap sözler nurgun sözler kirip ketken gep. Bunun gasasyny jogda her bir däwrninki daňlyk alimleri jemiyetşünaslamda yazarlar diýen aşla jogda Uygur tiliniň pasaýetini göstürip goýgan deňge däwrege. Hazır jogda muhajiret geçip atgan bir kısım Uygurlar jogda İngiliz tilini biraz öňünüp gitip Uygur tili bir 2-10 söz bilmeýdi tehe. Aşalyga Uygurça İngiliz sözüni Uygurçada ifadeleýmeýdigimiz ýokken dep garap atganlar nurgun deňge. Emne Uygur tiliniň pasaýetini düşünige wagtyňyzda siz Uygur tilinde küçük tilininki qaysylarynyň bar ekenligini izlenip gysy deňge. Turupda mundam küçük til barma dep izlenip gysy deňge.
Ana Şoňa ýokda bizninki hazır menbä az bolganlyk üçin siz kirgizsiz izleydi menbä ýok bolgandygyň joda aşnaňa kategoriýa jätden okşaş dillar kategoriýasy kirdi. Aşny izleyden gep. Şoň türk dillerden özbekçe, kazakça, hatda kırgızça çykyp kirip galy bar gep. Onunki na arabçadan kirip galdy gep. Farsça, ma bäze ma nime sözler çykyp galma o. Nime ta o urdu tili. Aş ýazyklardan çykyp galady gep. Şu ony aşy kadam başlyk boýunça awatly. Endi bunu tehdim täpsili aşsa asad izlenýatgan tadqiqatçylar tehdim ýaxşy düşündireli dep garaýman. Yani bugünkü günde kuant maşin öğreniş sohasidagi eng cho'ng texnik raqobat nima? Quantum kompüter yasaş. Bu hozir kompüter Quantum kompüter yasaş. yasalib rasmiy kirishdimi? Bu yilqi undaq nima yasab bo'lamidimi? İşlewadi. 2017 mi, 2016 mı? 2016'dan başlap işledi o değil mi? O'tgan darsimizda so'zgan leksiyarimizda bu kuantum kompüterning ishlash prinsipi 0 dan tuvan, ya'ni -270 Selsiy gradusda turadi. Mutlaq 0 nimasi mesela. Yani bu 0 dan tuvan oshunda nimda ishlashga uni kompüter uni adam boshqarganda hamda uni adam boshqargan robot boshqaramda 0 dan tuvan -270 Selsiy gradusda yani qanday ishlatadi bu narsani. Manda bir qilliq kelib qoldi ekanda hamda uni tuvan temperaturada. Ya onu adam robotlar orqali boshqarib nima qilamdi? Uni da bildiganlaringiz bormi? Yo'q, quantum kompüterninki shu turadigan uy ashunda bo'ldi. Endi uniki cloud orqali ulanmaz emasmi? Sizmi quantum kompüterni ishlatarsiz, amaliy ishlatarsiz degan gap. Gerçi yeni g'irib salayamagan bilan amaliy cloud shaklda odat kompüteringizda kod yozasiz, o'sha joyda IBM'ninki odat o'zingiz tizimga kirib ala olasiz degan gap. Men 2019-yilda ishlatgandim. Onun joyda u vaqtda haqlar jiq bilmagachcha uni tunilmagachqa o'chirib tursiz-da dehayda. İşte modullar var. Mevhum bir nima o? Yani onu işletken vaqtida dedik o 0 dan tuvan nim bo'lgan ekan, ani uni tizim kirisigan, tizim kirgan bo'lgan ekan, xuddi biz hozir bir yangi bir program, masalan, naq maydon qilgan suhbat programmasi sotib olamizda bu narsani kirmasdan. Bunun tizim işletalimiz, mana naq maydon taqib olamiz. Bu sotib olmasak, bu naq maydon taqib olmaymiz. Deganda shu nima quantum kompüterni ishlashimiz shuning bir endi bir nimalarni sotib berib, shundan kirib endi ishlaydigan gap, mana boshqa bir shirkatning nimalarni yiroqdan kontrol qilib İzon setasız buldu mu konuk? İzon setasız buldu. O da neçe milyondan gapini dağılsa ötken hem de basın ki. Şu oturup 10 milyon dolarga dem bir Ha. Endi onu biz hazır işletimiz diyorsak bulut şekilde işletimiz. Endi hazır dünyada 16 dek devlet qo'yayım mening bilishimcha. 16 dek devlet ve şirketler özünki kuantum kompüterini hesap oldu. Sen 11. ayda nimani e'lon qildi o? Türkiye. Özünün kuantum kompüterinin 5 bitlik kompüterini. Hindistan hesap oldu. Degandek. Endi özünün Müslüman xalq va toplum devletlerden joyda asasen Türkiye hesap oldu. Qag'allar texi unikini ketib bordi dengep. Balkim Arabistan mı yasalishi mumkin. Aşağı nurg'un mablag' sarflayapti unuga. Shahzod Salman degan. Yani kelgusida hamda sinochi bu kvant mashina o'rganish keyingi 5-10 yil ichida bu mashina o'rganish sohasi qancha zo'r ta'sirlanib keladi. Kelgusida hamda hozir bu hamda hozirgina 10 narsa kuchli bo'ldi degan. 10 narsa. Nima shu qadar tuzib keladi. Aldın kuni Google'ninki CEO'siniki bir nimasi bor. Deganni anglagandim aşağı joyda quantum AI davri yana 5 yildan keyin yetib kelib bo'ldi deb. Bu yetib kelgan gap haqiqiy yetib kelgan gap. Ishlatadi emas, ammo u kelgan joyda hozirgi quantum hozir taraqqiyot joyda o narsa qatlangan gap. Yani mening eng tuvan niyatim undan yuqori deganlar bor endi. Onun joyda nurg'un davlatlar o'zininki mustaqillikni yo'qotdi degan gap. Ya'ni bu deyilib texnikada boshlig'i tayinlandi degan gap qo'y endi. Texnika boshlig'i tayindingiz degan gap mustaqilligingiz yo'q degan gap. Sizni xohlagan zamonda ura oladi degan gap. Masalan, hozir menda shu joyda mishak farqini menda tushundirsak bo'ladi. Masalan, men shu kvant mashina o'rganish haqida bu narsa menga zaten bir yangi fikrda, men bilmayman bu narsani.
bu programma qilishdan bir ozroq bir material ko'rib qolmayman deb Google kirib kvant mashinaning haqida bir ozroq uchurlarni deb uyg'urcha yozsam ishni chiqarib beraman-chu bundan. Golland tili chiqarsam chiqdi bir narsa. Hakim ma'lumotlar ishlatayotgan mas'uliyat qildimi nimadan appdan ma boshdan kirib uyg'urcha yozdimda uyg'urcha yozsam shu zaman chiqarib berdi-da. Ha Google chiqarmagan narsani va ChatGPT shu zaman chiqarib berdi ekan. Yani bu yerdagi farq shu. Birisi hech nimani bilmaydi uyg'urcha haqida, lekin boshqasi uni tarjima qilib chiqarib beradi. Yani faqat bu ikkisiga narsani xuddi klassik nim bilan hozirgi kvantum kompyuterning farqlarini mushtarak shaklda tushunsak bo'ladi. Bu selishtirish emas, mushtarak selishtirib nima qilsak deyman endi. Klassik kompüterlen kuantum kompüterniki mi? Mushtarak shaklda farqini Aşnar tushunsak bo'ladi. mushtarak bir selishtirsak. Google degan bir search qildi shu, izlaydi. Unda bu yoq qarab izlaydi. Mana shu yoqda AI shu yoqda uni kirgizgandan keyin ham izlaydi, ham shu yoqda uni o'ylab tafakkur qiladi degan gap. Tafakkur qilgan. Endi kuantum mashinaga kirgan vaqtda u texnidan boshqacha bir yo'l tutgan gap. Buni taraqqiyot nihoyat tez bo'ladi. Demak shu 2016 tortib chiqqan narsa bu kuantum mashina o'ynash. Anet uning biroz oldiga surildi hamda 2012 yilida. Ammo shu yoqda 2016da rasmiy mushtada mushuna bir kuantum mashina o'ynashga bir safarbarlik qilib, uning kuantum mashina o'ynash, klassik mashina o'ynash deb ikki dunyo qarab edi degan gap. Ham shu yoqda buning yana bir kuantum neural network chiqib bor degan gap. Ana buningga yetishmayishimiz kerak degan gap. Shuningdek ya bu tarixdan süpürülüp yo'q bo'lib ketamiz. Yoki bo'lmasa o'zimizniki men buni bu yerda bor, men o'zimniki tushliq haqqimni olaman deyishimiz kerak. Buning uchun jo'qda o og'zimizga kelgan vaqirab chiqib bo'lmaydi degan gap. Amli kuchimiz bo'lgan vaqtda ola olamiz degan gap. Rahmat Qavoljon, bugungi suhbat programmamizni vaqtimizni mishada oxirlashtiraylik. Sizga ko'pdan-ko'p rahmat. Mana bu yil 5-ida boshlagandingiz. 2025 yilda Uyg'urlar uchun zamonaviy fan texnika qilaman deb mana eng oxirgi oyni tugatib olib turibmiz. Mana 12 oy bo'ldi. Endi doim bir 2 haftadan keyin buni bir umumiy bir xulosa chiqarib olsak, undan keyin yangi yilda qanday qadam bilan ma'miz bu kelar qadamliq suhbat programmamizning temasi ishlab Yangi yilda qanday qadamlamamiz biroz direkt qadamlar hamda ammo ilib ma'masa bo'ldi. Chunki uni hozirgi son tushunganlar masalan vaqt qolgan 10dan biri qoladi degan. Ya'ni quantum fizik tushunish bir qadar tez boshqalardan kelgan uchurlar shu. Endi buni anglab boqil deb shunda kuchab qilsak, tushunib ketolmaydi ekanmiz deydi. Chunki men mush anglaganim bilan ba'zi yana tushunganlar, ba'zi yana men tushunmaydi ekanman-da. Tushunmagan yerim ekan, keyin o'tirib, ChatGPTni so'rab, ancha-muncha tushunib chiqib tirishyapman. Buni ko'plab vaqt ketadi ekan. Qandaligini qilib qolsa, mening o'ylig'im bu to'rda qancha ko'p mush uyg'urcha suhbatlar, bo'lsa ilmiy suhbatlar qancha ko'p bo'lishi keyingi mush ChatGPT sun'iy aql taraqqiyotlariga bir manba olib qoldi ekan. Masalan, uyg'urcha yozmalarning qancha ko'p yozilsa, yezishlarga qolmay bu narsalarnikini, bo'lsa sun'iy aqlga yo'llab bersa bu narsalarnikini. Sun'iy aql ashuna saqlash orqali nurg'un uyg'urcha fikrlarni saqlab qoldi ekan-ku. Bu narsa pek muhim ekan. Men bu jiq narsani izlab so'rab nima qilib boqdim. Şuңaşqı biz böyle qancha ko'p mush uyg'urlarni mush har qaysi soha fan bo'yicha o'qiyapmiz deb qancha ko'p uyg'ur ko'p chiqsa, ko'p so'zlasa, bu narsa yolg'iz dam olib qaqliq qiziqmagandek, buni qancha odam ko'ra, millatga foydasi bo'ladimi, u bo'ladimi, bu bo'ladi deb ikkilish bo'ladi ekan. Bir necha odam paranglashib boqdim-da hamda. Lekin keyingi mush sun'iy aqlning taraqqiyoti uchun uyg'urcha bir materialni bir manba so'qib qoldi ekan menimda nima qilganlarimda. Shuning foydasi bor ekan deb o'yladim. Shunga men ba'zi yozdigan narsalarni ancha-muncha qo'l qalamlab yozib deb qilish maqsadimizmi? Birisi bu. Ancha ko'p uyg'urlar yozish kerak bo'lsa, endi ilmiy kitoblardan, uyg'urcha munosabat qilgan materiallardan yozib sun'iy aqlga kirgizib, sun'iy aqlni texnik uyg'urcha manbalarni oqtirib bizim fikrlarni ta'minlab berish uchun o'zimiz ash narsalarni yo'llab berishimiz kerak ekanda. 2025 yilda 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 2025 yil
Balkim shu hozir ovozlarimiz behal ketyapti deb o'ylaymiz, lekin bu narsa hamma saqlanib qolib qoldi. Mana programma, mana Facebook, Instagram, Twitter, YouTube kanalida bevosita taqiladi bu narsa. Bu taqilishdan tang yana kelgusiga shunday qilinib keyin ovoz nusxalarga bir narsa payso qilib qoladi. Masalan, ilgari Shu. ammo iliq ovoz yig'imiz deb ana shu kompyuter sohasiga qarindoshlar jiq kuchab baqdi-ku hamda. Hatto odam topolmay bir soatlik ovozga $10 birimiz deb e'lon chiqarib 5000 ovoz inson to'shqazi 5000 soatmi degandek. Ana mushta suhbatlarning ko'p bo'lishi o'zimizning kelgusi ona til taraqqiyotimizni sun'iy aql taraqqiy qildirishniki bumi bir iliq manbalarni ta'minlaydi deb mushta qarayman. Faqat bundan bir yuzaki qarashim bu Musan texnik yaxshi biladigan, Musan izlayotgan, Musada tadqiqot qilib borayotgan qarindoshlarimizniki ekranga so'zlab xalqimizni bu vaqtda texnik yaxshi bilimlar bilan bu sun'iy aql davrida biz Uyg'urlar nima ish qila olamiz? Qanday qilib o'zimizniki kimligini taraqqiy qildira olamiz? Uyg'urlar uchun texnik ko'p manbalarni sun'iy aqldan foydalanib qizib chiqara olamiz. Mush nuqtada o'sha mush soni odamlardan boshqa qancha ko'p odam so'zlasa texnik yaxshisi buningga. Shu bir davrim deymizganda, bir davrninki inqilob xarakterli ko'tarilish uchun shu vaqtda to'plumsal, ya'ni to'plum holatda ko'tarilish kerak ekan. Bu shu vaqtda biz masalan 250 yilning yoqi unda to'plumsal ko'tarilish 2 qatim yuz berdi. 2 qatim yuz bergandan keyin vaqtda 2 qatim mustaqillikni qila oldik degan gap. Endi 3-chi qatim yuz berganda biz uni uqmaymiz degan gap. Mana Onun uchun shu vaqtda vatandagi ahvol biroz ig'irroq. Haqiqatan ig'ir. Biroz teng bo'lmaydi endi. Onun uchun vaqtda chet ellik Uyg'urlarniki majburiyati va mas'uliyati degan gap. Shundoq. Siz musha turib bularmi chet elda siyosiy panohlik tilab vatandoshlik olganlar vaqtda o'ziniki majburiyatning nihoyat ig'irligini his qilish kerak degan gap. Shundoq. Chunki aslida qon tarbiyasiga olgan narsa bo'lgandan keyin buni shu biz to'plumsal holatga yuqori ko'tarishimiz uchun vaqtda bizniki albatta urush talash u bo'lsa ko'rdiganlar bir ming chiqqan bilan bizniki bunda so'zga qachon bir aziz chiqaran chiqadi degan gap. Masalan mening YouTube kanalim vaqtda ma vaqt bir yilni yaqin biz 120 chiqmadi degan gap texicha. Ergashganlar. Balkim ko'rayotganlar necha yuzdan ko'radi ammo uningga ergashmaydi degan gap. Chunki meni so'zlayotgan vaqtda bilim so'zlayman. Quruq gap qilmayman, maddahlik qilmayman degan gap. Asosiy ko'rsatib berolmayman degan gap. Anda quruq gapga maddahlik kunab qolgan bir to'plum bo'lganlik uchun bular appa xuj davrda maddahlik ko'payib ketganlik uchun shunday mo'ya. Shunday narsalarga qiziqadigan nadi quruq gap bo'lsa anglab o'tirdi ekan. Asman jumlaqmi, yer jumlaqmi, yaplaqmi, chambarmi degandek kun nima ish o'ndan chiqadi degandek gaplarni qilib ashna gaplar bek amroq ekan. Ammo bir to'plumniki bo'lish tegishli insonlar, ammo ular bek ozini egallash kerak. 1%, 1.5% egallash kerak bir to'plumniki. Ko'p sonliqni egallab ketsa u to'plum laqva to'plum deb qoladi degan gap. Buning uchun vaqtda o'zimizniki kuchimizni ko'rsatgan usul degan. Endi kuchimizni ko'rsatgan ishga bor degan. Birisi texnika ko'rsatamiz, buni qila olamiz. Endi birisi iqtisodni ko'rsatamiz degan gap. Endi siyosat vaqtda 70 yillik siyosatni ko'rsatmadik. Siyosat ko'rsatgan bo'lsak, bir odamdek bir ishlarni qiladik degan gap. Balki yangi tashkilotlar qurilishi mumkin yaqinda. Yana ko'ramiz degan. Ya'ni birisi deb qo'ydigan narsa qarindoshlar hozir Xitoy hukumati bizning Sharq Turkistonda cho'ng'iliq sun'iy aql ombirini qumulda qurdi. Unda boshqa eng yangi ilg'or texnikalarniki asos nimalarni bizning vatanda quryotdi. Buni hozirgi dunyoning siyosiy vaziyatiga bog'lab, nima uchun Xitoy buni Xitoy o'lkalari qurmay bizni qurdi bu narsalarni. Nima uchun shu qadar necha trillion sarflayotgan mablag' ekanda bu narsani biz o'zining Xitoyning o'lkalari nima uchun bizga nima qilyapti mush bir narsalarda yaxshi siyosiy analiz qila oladiganlar va buni keyindagi qanday maqsadlarni qilyapti biz deb bir eg'iz gaplar tuytimiz bu narsalarni ekanda voy Xitoyga anda deb unda emas buniki ilmiy nuqtadan qarab bu narsalarni mushniki nimasini yaxshi yishpirdigan qarindoshlar bo'lib qolsa ekranga chiqinglar so'zlaylar. Ma'nisiz suhbatni qilaylik va ozroq bir ma'nilik suhbatlarni qilaylik. Millatimizning aqliy tafakkur ichilsin. Millatimizmi bizning aqli bilan bir ish qiladigan, kelgusi aqli bilan bir yuzlanadigan bir holatni barliqqa keltirish uchun yana qo'limiz ko'ksimizda yana bu Uyg'ur choyxonasiniki buniki nishon nimalari shu hamda biz mana shu bir-birimiz yangi texnik, yangi narsalarni ko'proq xalqimizga sunsoq degan maqsadda.
Yangi Yani planlar Xitoyninki uchun 2025 yillıqı yig'inda ko'rsatganimcha 2027 yilgacha Uyg'ur rayonida, ya'ni Sharq Turkistonda yangidan 3 sun'iy aql markazi va 3 dona data sonliq ma'lumot markazi qurish plani bor 2027 yilgacha. Ashni e'lon qildi. Uni izlanib baksan bo'ladi. Men deyolgan gap emas u. 2025 yillik nimasi bor-ku, bularniki ko'rgazmasi. Ash yig'inniki tekshirib baksan chiqadi degan gap. Ashunda e'lon qildi. Buningki albatta men qo'yib bersa shu energiya tarafidan o'ylayman uningki. yana Energiya va sonliq ma'lumot tarafidan. yana Hem birisi buningki strategiya va nima tarafdan qanday farqlari bor, iqtisodiyotning qanday Sharq Turkistonning musulmonlar, Uyg'urlar qanday foydasi bor, qanday ziyoni bor. Buni joyda uni shunda sohalarda biroz izlangan, sohalarda o'qigan siyosatchilar, jamiyatshunoslar nuqtasini qilib aytgan vaqtda bu cho'ng masalachi bu. Bir og'izdan gap bilan tugmaydigan gap. anakenda mavu istiqlol TV'niki xabarlar qanday yaxshi xabarlarni beryotdi. Hozir Erkin Asiya radiosi taqalgandan keyin bu istiqlolniki taraqqiyotini tizishyotdi. Yangi uchurlarni mushma istiqloldan ko'rgan bo'ldim. Mesela 19 soat ilgari bir uchur chiqibdi. Sharq Turkistonning g'oyasi zo'r bulut hisoblash markazi qurish Xitoyning qarniyatini ko'rsatib bermoqda debchi. Bu yerga naq mushalqisi so'zga narsami, bulut demasini so'zladingizda, demasinikidan. Mesela muştaq bir narsani nurg'un odam tushunmaydi-chu, bu bulut deb o'tganki biz nima narsadir bu deb. Ana bu hozirgi zamonaviy fan texnikaniki eng muhim bir nima ekanda bu narsalarniki. Ya'ni muştaq bir narsani xalqimizga yaxshi tushuntirib berish kerak bu bir narsani-chu. Hozir mush istiqlolniki xabarlarda yangi mazmunlar bor bu narsalarniki-chu. Bunga ham diqqat qilaylik. Yig'ib aytganda mush davrlarni tang minish uchun bizmi qadimimizni bir davlat tang minglashimiz birinchisi qo'limizni isloh qilishimiz kerak. Yangi fan texnika bilimlarini yaxshi tushunishimiz kerak. Buning uchun millatimiz uchun ziyonlarimiz kuch chiqarayli. Hammamizning millat oldidagi mas'uliyati, majburiyati. Shunday bu sohadagi yangi uchurlar qilib qolsa har vaqt sizlarga o'rtoqlashimiz ham o'rtoqlash uchun bilim egillariga ehtiyojimiz bor. Sizlar deyishni talab qilmaymiz. Mana ekranga chiqsizlar, qaysi xil shakllarda desam shu shaklda. Bak menda oldiga chiqib so'zlasam naq maydon nima qilinmaydi deydiganlar qilib qolsa, buni oldidan biz ayrim so'zlab keyin yutib chiqib taqasak ham bo'ladi burada. So'zlamoqchi bo'lganlar qaysi xil shaklni xohlasanglar shu shakllarda xalqimizga taqdim qilamiz. Shunga o'zimiz bilgan sohaning bilimlarini millatimizga bildirish uchun bir amaliy qadam olaylik. Ve bugungi suhbatimiz bir oxirlasin. Qavoljon sizga ko'p rahmat. Kilar chiqyaptidan keyin hamda shu 1 yillik sizning ep bo'lgan millatni oqatish harakatingizniki umum bir xulosa chiqaramiz hamsa. Qolgan kilar chiqyaptidan keyin ko'rishaylik. 30-oktyabr kuni ishkina yarsasham kuni. Bo'ldi. Ma'qulamiz. Allohga tamanlik, Allohga emanet. Programmalarimiz taqib qo'yinglar bo'lsa, YouTube kanalimizga ergishib olinglar. Ele abi Qavoljon tushundigan to'rbatniki, ya'ni mana shuniki inkas rang yo'llab qo'ying. Hammaning Allohga emanet. Salomat bo'linglar. Bo'ldi, xo'sh, Alloh qamini salomat bo'linglar.